İkinci derecelik mükafatımız olsa Uyghur tibabatçilikte belgilik o'sish hosil qilgan Şinjan Kinara mablag' tilki Erkan mahsulotlar ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mükafatımız olsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Şinjan Mötüver xalqaro so'chak shirkati Azov kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Şunaq qilmaslar bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Navbatda sahnimizga chiqib raqobatlashmoqchi bo'lgan 2 nafar mahirimizning ismi bo'lsa, Sheikhudin kelgan o'qituvchi do'stimiz Akbar Ahmad bilan naqshi havaskori Mardon Mijit qarshi olamiz. Akbar Ahmadga bizning birodarlar guruhidan xabar, Akbarjon qatorliq bir nafsi gitar bilan tankash qilib qo'ymoqchi. Birisiga hamkorlash ma'vu eng muhimsi biz shu musobaqa o'zaro raqobatni do'stlikqa aylantirib o'zaro hamkorlikqa aylantirib ittifoq birinchi degan ma'no shu. Erkin muallim sahnalashishimni, ya'ni sahnadagi hamroyimni e'lon qilgandan keyin menda ikki xil holat shakllandi. Birisi sal ansirdim. Chunki mayli saviya jihatdan bo'lsin, mayli ovozniki doirasidan bo'lsin, shundoq yaxshi. Men ashtaq bir ovoz tuslariga amroqdim. Menda yo'q. Narsalar meningki hamroyimda bor ekan. Ammo shundoq kuchli bir raqibim bilan bir sahnada turib, o'zim eng amroq naqshamni tomoshabinlarga o'rinday olayman deb shundoq bir ikki xil holat shakllandi. Ben burada sanatçı qatnaşqandan keyin xo'sh oldum. O'zimning o'ylagandek ish bo'ldi. Nurg'ulg'an do'stlar bilan tanishdim. Nurg'ulg'an muzika, naqsh yetishjat, nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldim. O'zaro o'rganishli bo'ldik, o'zaro yordamli bo'ldik. Erkin muallim mening kichigimni tortib, meni naqsh yetishga turtib qo'ygan birdan-bir cho'lpon hisoblandi qalbimda. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Garchi sahnadishimda shundoq yuqori saviya bo'lsa-mu, lekin mening o'zimga ishonchim yanlam bor. Men tutishga tirishaman. Bir kuchma bilan bir sahnaga chiqib o'zaro raqobatlashgan chog'da sahnadan gul chiqarayotgan bo'ldi. Akbar Ahmad bilan Mardon Mijitga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Sahnada tamtirmay o'zinglarni qo'yib deb naqsh o'rnashinglarni umid qilma. Pergilim ay bulsa, üzgün göz bulsa, yalnızlık keçide, yayrım bulsa yerimde. Ah pergilim ay bulsa, üzgün göz bulsa, yalnızlık keçide, yayrım bulsa yerimde. Sen gülünce yakmadın, sen yaktın yakmadın, o gülünü üzmedin, Leyli şeker cehennde, sen gülünce yakmadın, ben özleyim gül kayda, andit kım yol kayda.
红辉煌的街头，我就潜伏在你的伤口，遥远的分手也不了经久是否再随波逐流，一个人在梦游，像古堡的信用，爱与恨纠缠不休，我拿什么拯救？当爱湖水难收，谁能把谁保有心眼内？谁等待我？我拿什么拯救？情人间血粉红，谁能把谁保有能爱永不休？我拿什么拯救？情人间血粉红，谁能把谁保有能爱永不休？灯火辉煌的街头。 Hamdi bugun ularning ifodasi qanday bo'ldi? 3 nafar yetakchimizniki bu jihatga qarashlarini anglashga tashlamiz. Keyingi qadamda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan bolalarning ruhiy kayfiyatiga mana mush ikki og'inimizdan, mush ikki birodarimizdan ulgu elishni tavsiya qilaman. Shundaqmi endi men birisini ko'rsatsam bo'lmaydi degan afkor. Albatta shunday bo'ldi. Men u oq mayka kiygan inimni to'stiman. Akbar Ahmad. Ben şu inimga Akbarga böyle basmak. Çıkılan yaxşı odan ola. Ben nereden taşlayayım? Kulağına giren ben konuştum. Kulağına sen taşıdın bak. Mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar biz ustozlarniki tavsiyasiga hurmat qilamiz. Biroq bu eng oxirgi natija emas, birodarlar. Shu topda mushlarniki utirib qo'ysak qanday bo'lar yoki agar utirib qo'ysak ko'ngli yerim bo'lamdi, bo'lmamdi. Mush to'g'risida azroq anglab baqsaq bo'pti yoki ideya jihat tayyorligi bormidi? Yardım ustozim. Yarda esir. Başka kim yok. Nereden? Qaytlaymiz deb siz yordamimizni oldik. Eylab qo'ygan. Akbar ishimizning bugungi maqsadi Akbarni o'zimiz bir-birimizni tanlab olgan. Chunki tushgandan keyin yamanimiz tushdi. Qanday? Biz qanday birimiz yo'q. Erkin bo'ldim. Bo'ldi, ustoz vaqtda sizniki eng oxirgi qaroringiz qarab qoldik. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bu programını samimi şekilde Malaysiya'dan import kılan Şübidin hali biyyette erkekler kuvvet biçimligi alaydı talep kıldı. Ekber. Mübarek olsun! Mübarek olsun Ekber! Mübarek olsun! Albatta bizning hozir
tanlanishga imkoniyat yor bermay qolgan mahirimiz Mardonga nisbatan balkim bizning ehraldagi eng sodiq bo'lgan qo'llovchilarimiz shunaqla suyimli ko'rmanlarimiz qazg'uchilik rolini o'ynab qilishi mumkin. Bilet tashlash usuli ekran ostida yig'ilib qonaqi do'stlarniki chikilanmasdan darhol qo'liga telefonni ilib bizning mahirlarimizga bilet tashlashini umid qilamiz. Bo'ldi. Biz yuqorida Mardonning yurak so'zlarini anglab o'tdik. Bunda xushal kayfiyatda musiqiy qanchalik jangovar holatda chiqqan bo'lsak, shu xil jushqunlik bilan sahnadan ayrilsak bunda. Ammo bo'lib. Vaqtincha, Akbar Ahmad bilan Mardon Mijit har ikkisi o'z karomatlarini bizga namoyon qildi. Bizga ana shundoq mayirlar kerak. Bular bir-biridan qilishmisimi programmaning talpi nuqtasidan amal bo'lmay qoldi. Mardonni yangi g'albalari bilan yana ko'rishga intizormiz. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Programımızda Devlet Derecilik Ekologiyalik Rayon Kelpin Nahiyet Qağbağırı joylashgan ximiyalik tarkiblar qitilmagan, sap havada pishqlangan, sifatlik buğdayda ishlangan. Buğday sap suda juyilgan, ozuqlik elementari kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik sağlam demeklik. El Nuri. Programımız bilen her minut, her dakika kızınızı çakıntırdıgan, turmuşunuzu güzelleştirdigan, birinci avtomobil zavutu işlep çıkargan Corolla avtomobili alayda hemkarlaştıgan. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Navbatda bizning birodarlar sahnimizda endi yana kimlar o'zlarining mahoratini ishga soldigandi, kimlar o'zaro bayga tushadigandir. Ular bo'lsa Nashif makoni Korlidan Zuhra Aziz bilan Qoshtishi diyori Xotandan Abduxabar Xilil qarshilamiz. Abduxabar mushu bum ovozimiz sizniki alaylikimiz. Buniki mush alaylikimizni ham joriy qildirdi. Shunga mushu buniki muzik ijod qilgan chaqda yoki naqsh o'qigan chaqda mush o'zimizning ovoz doirasini jiq o'ylashib, mush tarafda taraq qilsak, cho'qim yaxshi kelgusi sizga yar bo'lg'isi. Erkin muallim bizning guruhdagi bolalarning hammasini shundoq o'zininki royiga biqib, o'zining ismi Erkin bo'lgandek, erkin qo'yib o'tib, qandan narsani yaxshi o'qiy olsa, shu alaylikni joriy qildirishga shunchalik sharoitlarni yaratib berganligiga hem bizge şunçılık köyengənligiga, bizning bo'lmagan yerlarimizni o'ngshab bizga ugitib, qig'iniga ko'p rahmat aytaman. Zuhragul Aziz, sizga o'xshash omad tilayman. Sizning birdan bir ansiraydiganim, yana tamtirab qilishingizni ansirayman. Repis qilgan vaqtchilik etalgan bo'lsa yaxshi. Bizda yaxshi natijalar. Bilgan cho'qim yetizdi. Shunga terishinglar. Erkin muallim sahna amroyimni e'lon qilgandan keyin o'zimda bir xil bisim paydo bo'ldi. Chunki Abduxabar kasbiy jihatda tarbiya olgan, ondan ovozi nihoyatda mo'liq alayligiga bir naqshchi. Naqsh tanlash jihatdan bak qiynaldim. Erkin muallimga nurg'un naqshlarni ko'rsatdim. Hamda men bayqayolmaydi ekanman, ba'zan o'zimdagi bor alayliklarni Erkin muallim bayqab, shu naqshlarni o'qisang buldiki bir qadar deb menga yaqin yordam bo'lib, shu naqsh tanlashimga eng cho'ng kuchi bilan qo'lladi. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, o'zimdagi ovozimning alayligini barcha kuchim bilan joriy qildirib, chiqib bu naqshni yaxshi aytishga ishonchim komil. Ben hazır sahnaga chiqmoqchi, men sahnaga chiqqandan keyin shu o'zim shu yaxshi o'qiydigan shu naqshamni taxmi yaxshi o'qib, undan keyin shuni ota-onamga, buni qo'llagan do'stlarimga, bo'lib Erkin muallimga so'zsam deb o'ylayman. Urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, jumladan xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dildan umid qilaman. Quando sono sola, solo una ragione.
compartino, mi amaste tú, sante l'amor, la vida al fin, la compartino, mi amaste tú. Yo te amé, mas la vida al fin nos separa, se más yo sante el amor y la mar durará de la rera, leva desamor, desunir. Mas la vida al fin nos separa, se más humor, sante el amor y la mar jurará de la arena. Amor es unir y la mar jurará de la arena. Le paz es amor, es Aldı bilan 3 nafar yetakchimizniki bu jihatdagi bahosini, shundoqla tavsiyasini anglab bo'lgandan keyin oxirida o'xshashla Erkin Abdulla apandimniki qaroriga quloq solsak. Abduxabar bu naqshida o'zininki ovozi bek ifodalanibdi. Zuhragul, siz mushu men ko'rgan sizning yishingizdagi qizlarning ichida Yevropa ovozlarining mushu go'zal ovoz deb qo'ymiz, ovozni birlashtirgan, eng yaxshi o'zlashtirgan birdan-bir qiz bola. Men mush bahoni qo'yaman. Rahmat qiz bola, sahnaga tushganlik uchun sadaqat qilib so'zlab qoldim. Shuning uchun mening tavsiyam Zuhragul. Zuhragulga nihoyat chiroyli madad ilhomlar berildi. Xo'sh, undaq yana davomli qolgan yetakchilarimizning tavsiyasini anglab boqaylik. Navbatda men inimiz Erkinjonga tavsiya qilmoqchi bo'lgan naqshchining ismi Abduxabar. Undaqda Mahmud Sulaymon afandim. Zuhragul sanımız. Sara Ibrahim'ninki üslubunu öğrenipsiz. Yani İtalya üslubu bilen pop üslubu. Bakma ha? Doğru. Yaxşı birleştiripsiz. Abduxabar Avrupa'daki bir kofe içip oturduğum kadar aslettim. Kahve içip güzel manzaralik joylarda o'tirgan ekan. Yaxshi. Abduxabar tanlay. Biz o'xshashda bizning 2 nafar mahirimizning yurak so'zlarini anglab boqaylik. Sizlar agarda tanlanmay qolsak deganlarni o'ylab boqaman. Avval qizlardan kelsin. Men de aqlimni bilsam, shu naqsha ashta yuribdim, ish qilib
Şuna özümne qandı ba deb o'ylayman, naqsh etish alaydigan. Şuna endi shalınıp ketsem bunun için mush kasbimni davomli joriy qildirib shu anglag'uchilarga yaqinlab har xil uslubdagi naqshlarni sunsam deb o'ylayman. Ben musobaqa qilishyapman deb o'ylab chiqib boqmadim bu kamgacha sahnaga. Xo'sh, oxirida Erkin Abdulla efendim. Abduqadirga va Zuhraga ko'p rahmat. Eng oxirida ketni qisqartib aytay. Xo'sh, birodarlar, tayyor tinglar bitgan bo'lsa. Mening hozirgi tanlashim Biyopan texnikasi Sultan Zavutida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Biyatda erkeklar quvvat ichimligi samimiy askardir. Programmamiz hozirda boshlanadi. Abduxabar. Muborak bo'lsin. Abduxabarning keyingi bosqichlarda texnik tirishchilik ko'rsatishini umid qilamiz. Bo'ldi, xudo xolsa. Omad yor bo'lsin. Xo'sh, Zuhra oxirida sizning yana davomli bundan keyin kishilaringizga texnik to'g'rilik qilishni tilash bilan birga, mana shuningdek yo'riq sahnalarda texnik nurliq cho'lpon yulduzga, Zuhra yulduzlarga aylanishingizga tilakdoshmiz. Ishlaringiz to'g'rilik bo'lsin. Ustozlar bilan ko'rishaylik. Hayotning o'zi bir keskin raqobat maydoni. Programmamizdami hayotdagiga o'xshash yana fursatlar. Zuhra Izizning go'zal ovozi davomli yangraydi. U aslida yoshlarga to'lilgan edi. Bundaqda navbatda birodarlar sahnasida yana davomli baygiga tushmoqchi bo'lgan, raqobatlashmoqchi bo'lgan 2 nafar mahirimiz bo'lsa, Naqshaveskari Mutallib Ahad bilan muzikant Muzaffar Mamat qarshi olamiz. Men birodarlar guruhi tanlagandan keyin men xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Men o'zim kichkindan arzu qilgan bir ustozga erishdim. Bu jarayonda o'zim nurg'ulg'an, ularga tanlagan naqshamda qiyinchiliklarga yo'liqdim. Biz odatda telefonda, unidarda paranglashib ustozimga o'zim yo'liqqan qiyin yerlarga yo'liqqan masalalarni dedim. Degandek Erkin ustozma intayin yaxshi bir takliflarni berdi. İkisini o'zi qo'yib berdimchi sizlar qanday naqsh tanlashlar desam ikkisi o'zaro maslahatlashib biz bir yaxshi tam yetildiga degan fikr kelibdi. Ustozim 8-imiz Mutallibjonni e'lon qilganda ko'nglimda bir xil andisha bo'ldi. Chunki Mutallibjon ko'p sahnaga chiqqan, bir pishqon naqshchi. Mening sahna hamroyim Muzaffar. Sahnadishimni men alg'a vaqtimda kimdi deb sal jiddiylashdim hamda. O'zimning shu sahna hamroyim bilan bir ko'rishib beqish yoki sirdish beqish mudoim bo'ldi. Oxiri ko'rishdim, boshqadan chiqishib ketdi. Bo'lsa bir musobaqada yaxshi natija erishishni arzu qilaman. Ustozimiz mashq qildirish jarayonida xizmat tufaylidan mashq qilinmadim. Shundoq bo'lsa-mu, ustozim Erkin Abdulla meni to'g'ri tushunib, Mutallibjon bilan tor orqali ko'rishib, ustozimning yordamida, Mutallibjonning yordamida Tojixon pianistiki naqshini yaxshi mashq qilib tayyor qildik. Sahnaga chiqqan chaqda tortinchoqlik qilmay, o'zini qo'yib berib, urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, jumladan xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dilimdan o'tdi.
Mana bu haqiqiy sinoq, haqiqiy bayga, haqiqiy raqobat. Qarmoqqa Erkin efendim shundaqla bizning boshqa 3 nafar efendim xonimi buxodin chiqib ko'rib olganda qiladi. Hodiq chiqdi. Hodiq chiqdi. Tak ko'rib oldi. Mana Erkin efendim hodiq chiqdi degan bahona bari. Yaraslar birodarlar. Endi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar menimcha sizlarning hodiqlar chiqdi. Biroq biz oxirida yanlar natijani anglab boqaylik. Men keskinli aytib, bizdan mahallik Ahmet Qarının balasını tallayın. Bu nakşını sen bunu da iki kişi ittihan kılıp koyapsan mı hakka? Hepsi şunda bolsun mu? Ben bu erkin inimge bir namazat göstermesen bulmaydı. Mutellip inimge bir tal bilen. Naydi nokta hazır mutallipga 2 bilet taşlandı. Xo'sh, sahnimizning bir tav guli. 2 aksning bir tajxonni talashqinni zarli ko'mabgan juma. Ajoyib talashdim deyman. Sizlar qaysi talash yengib oldigandek bo'ldi? Mutallibjon. Xo'sh, navbat. Sizlar sahnaga chiqishdan burun ideya jihatdan qanday tayyorliklarni qilgan? Yoki agarda tanlanmay qolsanglar, sizlarning kayfiyatinglar qanday bo'ladi? Shalinib ketib qolsangiz, ko'nglingiz yerim bo'lamdi. Yo'q, mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Chunki mushunaqchi aytiliblar biz ketmoqchi bo'lgan ishkilar. Buning bir nima demakdir? Unda asos yo'q. Unda asosinish yo'q. Buning bir nima demakdir? Endi sizning siz tanlab qolsanglarmi, men tanlab qolsammi, biz buni musobaqa emas. Biz bir kechilik bir konsert ikimiz chiqib bugun bizni taklif qildi degan holatda shunday chiqqan. To'g'ri. Boshqa ideyamiz. Aferin. Bugungi natija qandoqli chiqishidan qat'iy nazar hammanglarningki qabul qila oladiganliklaringa ishonaman. Erkin Abdulla efendim. Men shu jarayonda o'zim his qildim. Sen Muzaffarning shundaqligi shaxsiyatsiz qurbanlik berish ro'yi yaxshi bo'ldi. Mushu meni intayin ta'sirlantirdi. Intayin ta'sirlantirdi. Rahmat. Mutallibjon meniki diga yerimdan chiqdi vaqtim. Meniki o'ylaganim yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Tayyorlik niyatda. Shunga meniki eng oxirgi qarorim Birinci derecelik mükafatımız Olcu Pakdil Müslüman yemeklik işlep çıkarış şirketi təminlegen 200 bin yuan kıymetindeki Toyota markalık avtomobil. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli bilyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Mutallib Ahad bilan Muzaffar. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Şunaq ekranınızda görmən dostlar, naq maydandakı tamaşaçılar öz qrupusida mahirləri to'shib ketish oldi turgan Erkin Abdulla efendimning shu topib chiqargan qarori bizni hayron qoldirdi, hayajonga soldi. Lekin biz yalla Erkin Abdulla efendimga minnatdorligimizni bildiramiz hamda bizning bu ikki nafar mahirimizga omadlar tilaymiz. Keyingi bosqichda ko'rishaylik. Ustozlar bilan xo'shlashib olinglar. Mana buni an'ana bilan zamonaviylikni birlashtirish deymiz. Yüksek hayacanı, davr ritmi, icadi tasavvur, dadılıq bilan yanılıq yaratish natijasida bu isil köy ro'yobga chiqdi. Hamda bu mahirlarning ikkisi o'ngishli holda tanlandi. Sizlarga muborak bo'lsin. Endi raqobatga tushadiğini Ichandan kelgan Erkin Ibrohim bilan Urumchidan kelgan İlyar Ahmet qarshi olamiz.
İlyar bak tatınacak. Micazını öyle deysakça İtayın tatınacak. Hiç yok bu yerde hem de sen de micaz kılıkını özgürtüp olmaydı aldırap. Nakşini tatınacakla etip kalsak olmaydı. Özümüzünü koyup ötüp. Doğru. Ben bu grupa kirgenden keyin ustozim Erkin Abdullah naqshi aytish jihatda menga ko'p yordamlarni qildi. Bu mening kamchiliklarimni tuzatish jihatdan naqshi aytishga nafas ilish, naqshini to'liq o'rinlash jihatlardan menga ko'p yo'llarni ko'rsatdi. Sahna Amrayim İlyar Ahmet bilan birga musobaqa o'tishligini anglab, birinchidan bak hayajonlandim, yana birisi azroq jiddiylik tuyg'usi bo'ldi. Lekin meningcha bo'lsa, men o'zim ishonchim bor, cho'qim yengib chiqaman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, aytmoqchi bo'lgan shu naqshamni yaxshi o'rindashimga mening to'liq ishonchim bor. Ben hozir sahnaga chiqmoqchi, mening shuarim bo'lsa, tirishqanlik odam hargiz aqid qolmaydi. Oxirida İlyar Ahmet bilan Erkin İbrahim qilma. Yaxshi natija, yaxshi. Yer bo'lg'aymiz, yer bo'lg'ay. Beçaramiz xorlasam seni bugün görüşüm kerak, seni bugün görmesem bulmaz. Yelkemge yük taşladı asman, bu azaplar koyar mı aman? Yelkemge yük taşladı asman, bu azaplar koyar mı aman? Şun seni sağındım yaman, seni bir gün görmesem bulmaz. Sağındım yaman, sağındım yaman, şun seni sağındım yaman, sağındım yaman, sağındım yaman. Bu azaplar koyar mı aman? Belki koyaş güller ertege, nur çeçerdi güller ertege. Nime bulsa bular ertege, seni bugün görmezsem bulmaz. Belki koyaş güller ertege, açıladı güller ertege. Nime bulsa bular ertege, seni bugün görmezsem bulmaz. Sağındım yaman, sağındım yaman, şun seni sağındım yaman, sağındım yaman, sağındım yaman. Bu azaplar koyar mı aman? Bu azaplar koyar mı aman? G'amkin yürek. Sensiz ötken her bir gün bana xuddi so'g'i tashno beliqda. Men seni kutgan shu oqshomlar, azoblandim sarson g'ayratda.
Kaçan gülsen göz yaşım azaplarımını kaçan bilsen yüreğimde birleşsen bu cihanın gülsen gelmişsen eğer taktım tüger kimge tay bu dertlik halimni azaptım geçer yıldızlar bu yıllar demişim cennet miken sensiz hayat meyli uzakta yaşay meyli dağlardın aşay kelgin sen cinim şengin benim engülüm kelgin sen cinim şengin benim Növbətimdə bizniki Erkin Abdullah muallim ən axırki qararını çıxırışdan ilgiri biz oxşaşlan 3 nəfər yetakçimizniki bahalarını şundaqa tavsiyələrini alaq baqayıq. Nurnisa Abbas xanım. Tavsiye kıldığım İlyas. Mahmud Sulayman efendim. Erkin inimizga Moşu Cahangir'nin naqsini o'qay deb jur'at qilgani uchun bir bilet beraylik. Ustozlarning tavsiyasiga ait aydın bo'lyapti. Abdullah efendim. Ben İlyar'ını Erkin Abdullah efendimning oxirgi qarorini anglashdan ilgari shu sahnadan agarda ayrilib qolsanglar yuz beradigan ahvollarni bir sizlab baqqan bo'lsanglar. Agar men shog'lanib qolsam, men buningga sabr qilmay, ondan yana o'ginaman. Agar tanlanib qolsam, men uningga shukr qilmay, ondan yana o'ginaman. Unaqa bo'lsa sizning uchun Özümüzün kavunu izarımızı kem tamaşıbıllara, yani okutkuçlarımızga sunu aldık. Kavunumuzdakini ifadeli aldık. Şu bizge yete. Rahmet. Ahırda Erkin Abdullah efendim sizinki sözünüzü anlap baksak. Özümüzün buraderleri biz şu mezgilde özara düşünüşüp aldık, çoğunkur dostluk ornatып aldık. Bu ketim sizlerninki nakşanlarga rahmet eydim. Biz qandaqla qaror xulosalangan bo'lishidan qat'iy nazar ustozimizdan qolishini hurmat qilamiz. Oxirida bizniki 2 nafar mahirimizga jumladan barliq mahirlarimizga savrchanlikniki yor bo'lishini umid qilamiz. Mana shuningdek fazilatni o'zimiz yetildirib olsak, ishimizki bizning aytidagi manzilimiz texnik go'zal bo'ladi. Oxirida barliq ishtirokchilarga qutlaqlaymiz. Qani ustozlar bilan xo'shlashaylik. İlyar Ahmet bilan Erkin İbrahimning mushu bosqichlarga kelaliganligining o'zi yenish va muvaffaqiyatdir. Har qanday g'alaba, badal to'lash, tirishish va ba'zi mag'lubiyatlarga uchrashdan ayrilanmaydi. Mag'lubiyat qalbining onasi degan gapmi bekorga chiqmadi. Sizlarni qalbi cho'qim marhabo deb kutib oladi. Rahmat sizlarga. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Programmamizni davlat darajalik ekologik rayon Kalpin nahiyat qag'bag'riga joylashgan ximiyalik tarkiblar qaytilmagan, sap havoda pishiqlangan, sifatli bug'doyda ishlangan. Bug'doy sap suvda yuyilgan, oziqlik elementari kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemaklik, sog'lom demaklik. El Nuri. Programmamiz bilan 2015-yili yangi nusxa bilan tantanlik bozor silingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan.
programmani samimiy şekilde Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli bilyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Bo'ldi. Iqodidagi ko'rmalar naq maydondagi tomoshabinlar navbatda birodarlar sahnasida raqobatlashmoqchi bo'lgan ikki nafar mohirimiz bo'lsa, Otishdan kelgan mohirlarimizdan Ro'za Hoji Abdurahmon bilan Nur Ali Aziz qarshi olamiz. Men birodarlar guruhiga kirgandan keyin ustozim Erkadullaning yetakligida har xil uslubga naqshlarni yetishtirganda burun xalq naqshlarni ko'proq yetatdim. Bu guruhga kirgandan keyin ommabop naqshlarni uslubda yetishni, nafas nazariy ishlarni o'rgandim. Shu munosabatda Erkadulla ustozga ko'p rahmat aytaman. Allah jahanni istesem Çünkü yanılam avaz tüksü, alayliki, avaz darıcıyatının birisiga o'xshamaydi. Hem de her bir şahsınki özüge xas avaz alayliki oldu emasmi? Buradan sensiz kirib, meniki sandishimni e'lon qilgandan keyin menda azroq jiddiylik bo'ldi dastlab. Keyin bu birodarim bilan bir necha qatim naqshlarni mashq qilib, ovoz qilish usullarimizni menda bo'lishgandan keyin hozir ancha jiddiylik yo'q mendimi. Shunga men cho'qim birodarimni yangish ishonchim bor. Meniki sandishim bo'lsa, Ro'za Hoji Abdurahmon yaxshi muzikat, yaxshi naqshchi, Ro'za Hojiga yaxshi uchiqlarni tilayman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Meniki sandishim Nurali Aziz tayyor bo'lgan bo'lsa, sahnaga ko'rishaylik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Ro'za Hoji tayyorlab bitgan bo'lsa, sahnaga ko'rishaylik. Şuna hazır Ro'za Hoji Abdurahmon bilan Nurali Aziz sahnaga chiqmoqchi. Ikkilanlarga qo'sh omad yer bo'lsin. Azizane diyarım mekanını ziyaret kıldın keldin. Anam ak süt bilen bakar
tuğ kaçkan tavap bilen kadın cayni nafar yetakchimizniki tavsiyasini anglab boqayli. Biz mayli tanlanayli, tanlanmayli biz sizlarga davomli sahnalarda, mashq maydonlarida davomli birga yuralaymiz, buning ishonchim bor. Rahmat ustoz. Nur Ali bugun men shaxsan sana 100 nomer qo'ydim. Rahmat. Endi mayli Ruzajim bo'lsin, mayli Nur Ali enim bo'lsin,
men de sizlarga naydi bab keladigan birdan ijodiy naqsh qarzim bor sizlarga. Bu da mayli qaysi vaqtda bo'lsin, men chiqqan sahnaga mening bilan birga chiqishinglarni iltimos qilaman. Rahmat Abdullah efendim. Menimcha endi natija mancha muhim bo'lmay qoldi. Haqiqatan baxtli yaxshi so'g' bo'ldi. Xo'sh, Abdullah efendim. Endi Nurayliga bir tal belardi. Yani çoğunda bir takla belardi. Mahmud Sulayman efendim. Nurli. Nur Nisa Abbas Hanım. Rozacı. Bir bilet. Ondaqda her biringlarniki ikki jumladan o'ylaganlaringlarni anglab beqishga qiziqyapmiz. Şu banada ustazım Erkin Abdullah efendimge ve başka ustazlığa çin yüreğimde rahmetimi bildiririm. Rahmet. Hoş. Bugün ben maç 4 ustazın gepini anlap ben tanlangandek maç müsabaka birinci olgandek şuna hoş oldum. Hoş, ondaqda en ahırda Erkin Abdullah efendim sizin kararınız qandaq bo'ldi ekan? Yani öldürüpla dey kıza. Keyinki grupının işine qeni bir amal bola. Şu programdaki rejissörler bilen hövençilik bilen bir iltimas kılınan bir azırak bir meseleşsek. Şuna en ahırkı tanışım Nuri Biopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. İşkilisini aldı. Mübarek olsun! Ahırda sizlerinin ağırlık işlerini tek mutluluk buluşuğa, bunun da iki sünnet hayatlarının, yollarının tek mutluluk, sevdinetlik, nurluk buluşuğa dilekleşmez. Bulduk ustazlarla hoşlaşmayı alın. Özge işenç bağlıgan ad şoğunu Rozacı Abdurrahman bilen Nur Ali İziz birlikte Braderler sahnesinden keyinki basqıçıga kalbilik tanlan. Yolduruğuna bereketlik bolsun. Ekran oldiki görmeler, naq maydandaki tamaşıbılar, şunaqla bizden möhtərəm 4 nəfər yetekçimiz. Biz Erkin Abdullah efendimden təlbiğe asasen əstaydil oylaşış ve keskin karar çıkarış neticesinde ahiri Erkin Abdullah efendimden Braderler grupsa yani bir sen berişke koşulduk. Bırak. Bunun yanımında bir şartı var. Erkin Abdullah efendim bizden keyinsen programımızda öz grupsundan tanlangan şu mayırlar içinden işkini tallap beygigi saldı. Hem de en ahırda şu beygigi düşken mayırlardan fakat ve fakat birini tallap kaldı. Çünkü bizden her bir ustazımızdan koludaki san fakat ve fakat 16 bulmagan çağda bizden bu basıçımızı yana devamlaştırışka ilavesiz kalmaz. Eğer de bunun koşulsanız musabikimizi devamlaştırayız. Rahmet. Buldu. Ondaqda ekran altındaki görmeler. En ahırda sahnimizge çıkıdığını Aksu'dan kelgen mahirimiz Mevlancan Muhammed bilen Turpan'dan kelgen mahirimiz Nuriman Mahmud karşılamız. Mevlancan Muhammed bilen Nuriman Mahmud sahnemray oldu. Bu ikisinden uslub birisiga qat'iy o'xshamaydi. Mevlancan o'zi muzika taraf qildi, o'ziniki gruppasi var, gitarni yaxshi chaldi. Men maqtim bir turkcha naqsha o'rnatmoqchi. Ovozniki o'zgacha alaylik va inchga mungi va shunga maqtim shu mungni texmi mung qilib shu bizning birodarlar guruhidan munglamayli bu naqshlarni tomoshabinlarni shu munglardan hozir olg'ay. Birodarlar sahnasiga tanlangandan keyin intayin xursand bo'ldim. Chunki men musobaqaga qatnashishdan burun Erkin Abdullah ustozning guruhiga kirishni orzu qilardim. Erkin Abdullah ustoz bizga nihoyatda og'ir besiqlik bilan kamtarlik bilan nurg'un bilimlarni o'rgatdi. I don't know what you do, but you do it well. Nuriman Mahmud ingliz tili o'qituvchisi, ingliz tilini yaxshi. Birinchi qismida mo ingliz naqsh etgan, bu qitim yana ingliz naqshga tayyorlik qilibdi. Intayin furaqlari kuchli, o'zgacha. Mening bu qitimqi sahna hamroyim Mevlanjan Mehmet
Menimcha Mavlonjon Mamat o'zi ham musiqa chalalaydi, ham naqsh ijod qilalaydi. Men uchun bek kuchli mayir deb qarayman, lekin shu mayirni mening bilan sahnamroq tanlaganligi uchun o'zimni kuchliga ishonaman va shundan qarta g'alaba qilishga tirishaman. Avazını bulurken, muhabbet edip, kım konuğunuzu da nasıl, kaçlı konuğunuzu verip etseniz, şunca konuğunuzu anlayınız. Şu analiz çok sıkıntı. Bu qatimki musobaqada mayli qaysimiz yengib chiqaylik men uchun baribir, chunki musobaqa bo'lgankan men bir odamniki chalinib ketishi normal ahvol. Mening raqibim navoda musobaqada yengib qolsa, men uning boshdan oxir musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, oxirida chempionlikni qo'lga keltirishini umid qilaman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Mavlonjon Mamat, tayyorlig'ingiz bitdimi? Al sahnaga ko'rsaylik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Nuriman Mahmud, siz tayyor bo'ldingizmi? Şuna Mevlancan Muhammed bilen Nuriman Mahmud aşklanlarımı yaxshi natija tilaymiz. Yaxshi natija tilaymiz. La 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 la.
Xo'sh, hurmatli mehmonlar, muhtaram yetakchilar. Biz yuqorida Mavlon bilan Nurimonninki o'zgacha mahoratidan bahrlandik. Hamda sizlarniki tavsiya qilish, shundaqla xulosa chiqarish bosqichlarga yetib keldik. Erkinjonga Nurimonni ko'rsataman. Nurnisa Abbas xonim. Nurimonga bir bilet. Xo'sh, shundaqda Mahmud Sulaymon efendim. Mevlanca yanımızda rağbet ulaş için tırışıp da sırayla maçtan böyle. Mevlanca yanıma bir bilet. Rahmat Mahmud Sulaymon muallim. Ishqinglar, o'zinglarning shu topdagi hissiyotinglarni so'zlab bergan bo'lsanglar, avval qizlarning kelsin. Men bek o'shdim mushu bosqichga. Lekin amal yo'q, ishim kelib qoldi. Erkin ma'lumning biz uchun bir bilet alqib berganiga rahmat japajakdingiz muallim. Mayli kim tanlansa o'xshash ishkimiz burundilla ağacı inidek ko'p qolgan. Burundan Allah qo'ysa kim tanlansa o'xshash qo'yib bilma. Mening deydiganim bo'lsa, men uchun aytganda bu sahnada raqib yo'q. Faqatla do'stim bor, qarindishim bor. Undaqda eng oxirida Erkin Abdulla efendimning qarori tanlash qanday bo'ldi ekan? Birodarlar, naqsh kechkini vaqtincha oxirlashtirsak, men bilan davomliq billa yiroq safarga chiqmoqchi bo'lgan birodarim birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Programmamizni davlat darajalik ekologik rayon Kalpin nahiyat tog'bag'riga joylashgan ximiyalik tarkiblar qitilmagan, sap havoda pishiqlangan, sifatli bug'doyda ishlangan. Bug'doy sap suvda yuyilgan, oziqlik elementlari kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemaklik sog'lom demaklik. Al Nuri. Biyatda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi. Nuriman. Muborak bo'lsin. Nuriman, muborak bo'lsin. Oxirida qomatlar sizga yar bo'lsin. Hozir shu taqdir Nurimanning hayajonli ko'z yoshlari to'kilib undaqda bizning ustozlar bilan ko'rishgach. Kirasizlar. Sig'ilgan. Nuriman Mahmud hissiyotli ovozi bilan bizni ta'sirlantirgan bo'lsa, Mavlon Muhammadmu yigitlarga xos ovozi bilan ko'pchilikni qoyil qildi. Mardni maydonda sina degan shuda Mavlonjonning jasoratiga opirin. Birodarlar gruppasidagi raqobat mishari oyoqlashdi. Biz keyingi programmamizda Mahmud Sulaymon afandimning rivoyat gruppasidagi keskin raqobatni ko'rishga taqozo. Undaqda keyingi programmamizni ko'rishni hargiz qo'ldan berib qo'ymaysizlar. Men Nijat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.